Nega ayrim insonlar hech qachon boy bo'la olmaydi? Odamlar boy bo'lmasligining eng asosiy sababi bu o'ziga bo'lgan past baho. Sizni o'zingizga bo'lgan bahoyingiz har qanday yutuqlaringizga ta'sir qiladi. Siz muvaffaqiyatli bo'la olishingizni ham aniqlaydi. Agarda sizni o'zingizga bo'lgan bahoyingiz yetarli darajada yuqori bo'lsa, siz hamma narsani sinab ko'rasiz. Chunki harakatlar muvaffaqiyatga erishishga imkon beradi. Agar siz yangi narsalarni har doim sinab ko'rsangiz, o'zingizga kerakli narsalarni topish imkoniyati ko'payadi va siz ajoyib natijalarga erishishingiz mumkin. Siz hech ahamiyat berganmisiz? Muvaffaqiyatli odamlarni o'ziga ishonchi baland bo'ladi. Ular xonaga kirganda boshqalarning e'tiborini o'ziga tortadi. Ularni o'ziga bo'lgan ishonchi atrofga nur kabi tarqaladi. Aynan shu ishonch ularga yangi narsalarni sinab ko'rishga yordam bergan. O'z maqsadlari yo'lida qo'ldan kelgan harakatlarni qilishgan va natijalarga erishishgan. Sizni ham istaklaringiz shunday bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar nega boy bo'lmasligining ikkinchi sababi ularda ruhlanish yo'q. Dunyoda juda ko'p insonlar kimdir kelib ularni ruhlantirishni kutadilar. Muammo shundaki, hech kim ularga yordamga kelmaydi. Tasavvur qiling, ko'chada juda ko'p odamlar avtobus yurmaydigan joyda turib, avtobus kutishmoqda. Agar ular o'z hayotlari uchun javobgarlikni o'zlariga olishmasa, ular bu avtobusni butun umr davomida kutadilar. Aynan shunday tarzda ko'p insonlar harakat qiladi. Bu harakatlar esa ularni hech qachon boy qilmaydi. O'z maqsadingizga erishish uchun juda ko'p vaqtingiz ketishi mumkin. Agar sizlarda ruhlanish yetarli bo'lsa, siz bu yo'lni osonlik bilan bosib o'tasiz. Uchinchi sabab noaniqlik. Nega muvaffaqiyatni aniq maqsad deyishimizga sabab bor. Boshqa odamlardan ko'ra aniq maqsadli odamlar qisqa vaqt ichida juda ko'p yutuqlarga erishadi. Bu qoidalar har doim har qanday sharoitda ishlaydi. Agar siz o'z biznesingizni ochib yoki yuqori lavozimga ko'tarilib, boy bo'lish maqsadingiz bo'lsa, lekin siz qanday qilib bunga erishish qadamlarini yetarlicha aniq ko'rmayotgan bo'lsangiz, aynan qaysi biznes yoki qaysi ishni xohlayotganingizni bilmasangiz, siz bu aylanada aylanib yuraverasiz va hech qachon hech qayerga bormaysiz. To'rtinchi sabab, odamlar tabiatiga ko'ra juda erinchoq. Biz buni yomon ham yaxshi ham deya olmaymiz. Biz bunga qanday murojaat qilishimiz qoniqarli yoki qoniqarsiz bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar biz o'z ishchanligimiz bilan erinchoqlikni yengmasak, biz hech qachon o'z maqsadimizga erisha olmaymiz. Siz boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, kurashing va hamma e'tiboringizni maqsadga qarating. Siz har doim o'z maqsadingizga erishishni o'ylashingiz kerak. Dangasalar esa bu ishni qila olmaydi. Beshinchi sabab, hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Siz muvaffaqiyat va boylikka o'zingizni kuchingiz bilan erishishingiz mumkin. Siz atrofingizni shunday odamlar bilan o'rangki, ular sizni maqsadingizni taqsimlab, sizga o'z maqsadingizga erishgani yordam berishadi. Agar sizni atrofingizda faqat televizordagi shouga qiziqadigan odamlar bo'lsa, unda siz hech qachon o'z biznesingizni qura olmaysiz. Chunki siz bor e'tiboringizni boshqa odamlar yoki yomon hodisalarga qaratasiz. Agar siz muvaffaqiyatli va boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'z imkoniyatlaringizni boricha ishlatishingiz kerak. Sizlarga bir savol bor. Siz boy bo'lishingiz uchun xalaqit berayotgan biron bir jihat bormi? Agar bor bo'lsa, o'zingizni tahlil qiling. Agar siz o'z kelajagingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hozirdan harakat qilishni boshlang.